Prezidentimiz tashabbusi bilan har hafta o'tkazib kelinayotgan Yoshlar kunida mas'ul rahbarlar hududlarga borib, yoshlarni eshitishi va muammosini hal qilishi zarurligi belgilangan. Uch tumanida o'tkazilgan tadbirlarda yoshlarning murojaatlari tinglanib, muammolariga yechim topildi. Tashabbuslari ommalashtirildi. Uch tumandagi tadbirlar Yo'rkatay mahallasida yashovchi Namangan davlat texnika universitetining bitiruvchi talabasi Jamshidbek Rahimjonov xonadonidan boshlandi. U o'z tomorqasidan samarali foydalanib yaxshi natijalarga erishmoqda. Xonadondagi 10 sotik yer maydonida tashkil etilgan issiqxonada 30 xildan ortiq gul turlarini parvarish qilib, barqaror daromad manbaini yaratgan. Tomorqada lola daraxti, goloboy yel, bonsai, papaya kabi manzarali va noyob o'simliklar, 20 dan ortiq navdagi kivi ko'chatlari yetishtirilmoqda. Tadbir ishtirokchilari mazkur faoliyat nafaqat oilaviy daromad manbai, balki aholi o'rtasida tomorqadan samarali foydalanish, noyob o'simlik turlarini ko'paytirish borasida ham ilg'or tajriba ekanini e'tirof etib, uni keng ommalashtirish zarurligini ta'kidladilar. Mandarin, apelsin shunga o'xshash sitruslarni tajriba qilib ko'rdik. Qarasak, bu O'zbekistonda bemalol yetishtirsa bo'ladigan ekan, hosili yaxshi berdi, daromadi zo'r. Shundan keyin kivilarni qo'shimcha qildik. Mana hozir ko'rib turibsizlar, bu sovuqqa, issiqqa deyarli chidamli o'simlik bu. O'zimiz O'zbekiston iqlimiga moslashdi desak ham bo'laveradi buni. 30 milliondan shu 50 million, 60 million oralig'ida bir xil paytda ko'payib ketishi ham mumkin endi. Bu endi bizning harakatimizga bog'liq narsa bu. Tadbirlar doirasida bog' mahalla fuqarolar yig'inidagi keyingi yillarda jinoyatchilik ko'rsatkichi yuqori bo'lgan Toshloq, Fayzobod bog' mahallalari yettiligi a'zolari bilan uchrashuv muloqot bo'lib o'tdi. Shuningdek, Umid nihollari bolalar oromgohida yoshlarning startap loyihalari, taqdimotlari bilan tanishildi. Shu yerning o'zida hokim va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Samimiy va ochiq muloqot tarzida o'tgan uchrashuvda yoshlar muammolari, fikr mulohazalari, taklif va tashabbuslari tinglandi.